Onasi yo otasi o'tgandan keyin albatta unga bitta sherik topishga majbur ekan. Oppoq dadam. Buvimning vafotlaridan so'ng 6 yil davomida yolg'iz yashadilar va dadamning qayta iltimoslariga binoan ikkinchi bora uylandilar. Va hozirgi paytda hayotlari qanday? 11 yil bo'lib qoldi. Hayotimiz yaxshi. Yangi ayolimiz o'zining farzandlari va bolalarini kutib olgan. Orada hech qanday nizo chiqqani yo'q shu vaqtgacha. Busiz hayot menimchasiga bo'lmaydi ekan. Albatta oilada ikkita odam bo'lish kerak ekan. Tiriklik shunaqa hayotda kasallik bo'lar ekan, yolg'izlik bo'lar ekan, albatta bitta mehribon yonida odam bo'lish kerak ekan. Shuning uchun albatta men yosh o'tgan odamlarga maslahat beraman. Farzandlar aqlli, kuchli bo'lsa, onasi yo otasi o'tgandan keyin albatta unga bitta sherik topishga majbur ekan. U vazifasi yoshlarning. Mo'minxo'ja degan o'g'lim bor. Shu harakat qilib ancha mendan gapam eshitgan avval onangni o'rnini qoplamasa kerak, o'xshata olmasam kerak degan fikrlarni men aytganman. Bolam xafa ham bo'ldi, yig'i ham qildi.